Aynan Dubay shahrini o'qish uchun tanlandim. Qanotlari bormi? Taka uchsin, uchadigan joyigacha-da. Foydalanib qolish kerak. Bugun Dubay shahriga bir emas, naq ikkita talabamizni kuzatishga chiqqanmiz. Birinchisi bular Kanadian universitetiga, ya'ni Dubay shahridagi birinchi raqamli universitetga kirgan talabamiz. Bular o'tgan yili kirganlar. Bular Mahmudxon 16 yoshdalar. Ular bosxonaga, bular Mahmudxon adalari. Hozir bulardan umuman o'qishga kirish jarayonlari haqida, nima uchun bu universitetlar tanlanganligi, bu shaharda o'qishga qaror qilinganligi haqida hamma javoblarni olamiz. O'zim shuncha chiqib yurgan bo'lsam ham, bunaqa jur'at lekin menda yetmagan bo'lardi lekin. To'g'risini aytganda, bularni bu yoshgacha yetkazib, halol boqishga harakat qildik. O'shaning uchun ishonchimiz bor. O'zimiz ham yoshlikda, men ham boshida 18 yoshligimda chiqarib yuborganlar chetga odamlar. Dunyo ko'rsin, o'rgansin deb. Men o'ylashim bo'yicha, agar hozirgi bilimim bilan, mana bilimim bilan kelajakda bunaqa o'rinda yashash qiyin. To'g'ri. Bu fakt. Agar bular hozir shu o'rinda qotib qolsa, mendagi hayotda yashay olmaydi. Bolalariga bularga qilinayotgan sharoitni qilib bera olmaydi. Adamgilar bizdan qanaqa faxrlanib yurishsa, biz ham bundan shunaqa faxrlanaylik. Allohga tavakkal. Shuning uchun qachondir nimadir boshlash kerak. Nasib ekan, endi Xudo xolasa bu yog'iga omad. Xudo xolasa omad bersin. Alloh yuzini yerga qaratmasin, o'zi qo'llab-quvvatlasin. Nimaga aynan Birlashgan Arab Amirliklari aynan Dubay shahrini o'qish uchun tanlandi? Dubay degandan keyin Dubayga borib, ko'rganim uchun, bilganim uchun, biznes qilish kelajagi bor davlat bo'lgani uchun ham stabil o'syapti. Stabil o'syapti. Bizga yana bitta yoqqan tarafi nima bo'ldiki, haftasiga 20 soat ishlash mumkin. Ana endi hozir o'zi peshona teri bilan topgandan keyin mana bu narsa nechta pul ekan? 10 dollar ekan, mana bu 5 dollar ekan. Farqi nima ekan deb turib, praktika. Buni orqasida qanotlari bormi? Taka uchsin, uchadigan joyigacha-da. Foydalanib qolish kerak. Tinchlik tomoni, bezopasnost borib ko'rganimiz uchun, bilganimiz uchun 2025-yil statistikasiga qaraganda Dubay shahri dunyodagi eng tinch shahar maqomini oldi. Shuning uchun bosxonaga Bog'lar Mahmudxonni shu davlatda o'qishlarini xohladilar va boshqa ota-onalarga tavsiya, agar farzandinglarni chet davlatga jo'natayotganda xavfsizligidan xavotir oladigan bo'lsanglar, Dubay shahrini tavsiya qilamiz. Dubay shahrida o'qish, hamma hujjatlar, viza masalalari bo'yicha nima yo'l-yo'riq, nima savollarga javob olmoqchi bo'lsanglar, Boran Consulting murojaat qilsanglar, biz ham sizlarga yordam beramiz, xudo xolasa.